O'quvchingizga asabingizga tegadigan narsa. Selfie tushadi. Haydashni bilmaydigan odam qanaqa selfie tushadi? O'zi endi o'tirdi. Boshi endi o'tirdi-da, hali turimiz gazni ham bilmaydi-da. To'xtab turing, men anaqaga olib dedi, bo'ldi, ketdi. Men bu oyoqqa ketyapman, men bu yoqqa ketib gaz bosib, anta mashina turibdi-da, misol uchun. Вот, turibdi, svetoforga kelyapti, nima qiladi? Mashina qilib ketaveradi gaz bosib. Tushunsan? Вот бесит меня, бесит-da. Mana o'rgangani chiqdimi, selfiega tushdimmi bilmayman-da, короче. Ko'p avariyalarchi o'zicha mana shu selfie orqali bo'lyapti. Точно. Mashinani o'quvchilar qiynab tashlasa, nima deb to'g'ri tushuntirasiz? Unaqa qilmagan deb. Tushib qolasan deyman, hozir eshikni ochib tushib ketaman deyman. Xo'p, instruktorlik qilish osonmi yoki Instagram yurg'izishmi? U ham qiyin, bu ham qiyin. Mashinada baland qilib eshitib ketishni yaxshi ko'rgan ashulays. O'shalarga bor. O'quvchi tushunmaydi-ku. Keyin eshikni ochgan joyida bor o'shalarga bor deyman. Yaxshi ko'rgan mashinangiz turi nima? Maqas ona. Malibushka. Mashinangizga qizlar ko'proq rasmga tushish uchun chiqishadimi yoki rostdan ham haydashni o'rganish uchunmi? To'g'risini aytganda, qimmat mashina bo'lgani uchun selfie olgani ko'proq tushadi. Bir xilla mashinasi katta, yurolmaydiganlar ham chiqadi. Unisi ham chiqadi. Men tegma-teng 50-50 desam ham bo'ladi. Bir kunda nechta mashinani haydashni o'rgata olasiz? Almashtirib. Agar olib kelib berib turishsa, 10 ta alishtira olaman. Hobbingiz bormi? Nima? Nima? Instagram yurg'izish. Shunchalik asabingiz buzilgandan bo'shamoqchi bo'lgan paytlaringiz ham bo'lganmi? To'g'risini aytish kerakmi? To'g'risini. Men har kuni bo'shayman. Instruktorlikdan tashqari yana qaysi sohada o'zingiz sinab ko'rgan bo'lardingiz? O'zi unaqa kasb qolmadi-da. Alishtirib ko'rmagan. Qanaqa kasblarni o'zi sinab ko'rgansiz o'zingizda? Tatu master, manikyur, parikmaker, tikuvchi. O'zi konkretno sizni asabingizni nima buza oladi? O'zingizdan chiqarib yubora oladi. O'quvchi chiqadi-da, naqa deydi. Meni erim 5 kun vaqt berdilar o'rganib olishimga deydi. Bu meni asabimni buzadigani shu joyi bo'ladi. Chunki 5 kunda hech qachon o'rgana olmaydi. Chunki noldan chiqqan odam hech qachon o'rganmaydi. Вот именно shu joyi meni shunaqa asabimni buzadi. Mashinasini qimmat mashinada qirib olsa, shilib olsa, undan ko'p pul ketadi-da. Undan ko'ra o'sha pullichi aqlini ishlatib turib, instruktorga bergan yaxshiroq deb bilaman. Har doim shular xursand bo'lib yurasizmi yoki faqat video uchunmi? Yo'q, men har doim xursandman. Nimadan xafa bo'ling? Haydashni o'rganmoqchi bo'lgan qizlarga nima motivatsion gapingiz bor? Qayda olmaydigan odamni o'zi yo'q. O'rgata olmaydigan instruktor bor. Tak что chiqaversa bo'ladi, hamma o'rgana oladi.